Qozog'iston Respublikasidan bizga murojaat qilib kelgandilar. Bular ikkita edi. Ya'ni xo'jayinlari bor edi, o'zlari edi. Demak, birinchi xo'jayinlarni operatsiya qildik, ular chiqib ketdilar. Ularni tashlab ketdilar, bir o'zlari endi ularga ham xudo xolasa javob beramiz. 10 yildan beri qandli diabet bilan xastalanib kelgandilar. Bular ham internet orqali kuzatib, qaror qabul qilib bizga keldilar. Demak, hozir o'zlari qisqacha gapiradilar. Men 10 yildan beri saqir bo'ldim. 85 kilogramdan 72 kilogramga дейін artdim. So'sin o'zimda әлсіз сезініп, аяқтарым үйіп, содан жасатуға қазір жақсымын, шүкір, Аллаға шүкір. Келіңдер деп кеңес беремін. Тәуір кетесіздер. Qozog'istonliklar tavsiya berasizmi? Kelsinmi? Қазақстандардың бәріне жасатуға кеңес беремін. Xursandmisiz? Xursand.